Leksiyemizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Kendisi İslam bugün İslam 2022 yıl 4. ayının 22. günü. Yukarı leksiyanın devamı. Natsiyasla Germaniyası ve onun şehirlikleri Avrupa'da sisteminde kaldı. 6 milyon cüyüşünü öldürdü. Erkek kırgınçılık çekleş ehtinamısı bu için dünyada erkek yoktuş zorvallığını ayıplasılık kalmasın. Ameliyatı bu halkara kanun boyunca erkek yoktuş cinayetinin üstüden arz kılışkı bulur. Erkek yoktuş cinayetinin kanunda belgelengen tabirini ve erkek yoktuş cinayetin çekleş ehtinamısı asaslanğanda erkek yoktuş cinayeti kısmen yoki bütünlay bir davlatni yo'qotishni ko'rsatdi. Bir millatni, bir irqni yoki diniy e'tiqod guruhlarini qisman yoki bütünlay yo'qotishni ko'rsatdi. Jumladan zo'r ko'lamda qirg'in qilish, jumladan majburiy tug'utchaklash, eg'ara ziyonkashlik qilish, jarohatlantirish, ro'yi azobda qoldirish, xo'rlash yoki qirg'in qilishga nishon qilingan kollektivdan bola chaqalarini elib ketib boshqalarning beqib olishiga topshirib berish va hokazo qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Rossiya Ukrainada irq yo'qotish harakati olib bordimi? Rossiya armiyasi Ukraina fuqarolarini keng ko'lamda xo'rladi. Cümleden zor ko'lamda qirg'in qildi deb ayblandi. Amerika Rossiya va Ukraina urush jinoyat sodir qildi deb tan oldi. Lekin Rossiya irq yo'qotish jinoyat shakllantirganmi yo'q. Amerikaning sobiq taftish amaldori va Ukrainaning sobiq taftish amaldori bo'lib ishlagan Boxtani Veteviski mundaq hisobladi. Bularning hammasi Rossiyaning g'araziga munosabatli. Veteviski Atlantik konsulga mundaq dedi. Rossiya armiyasi Ukrainada sodir qilgan jinoyatlarga irq yo'qotish g'arazi yoshiringanmi yo'q? Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bayonotiga qanday qarash kerak? Rossiyaning bu rahbari uzundan beri Ukrainaning mustaqil davlat bo'lib turishini yoki Ukrainaning bir mustaqil millat sifatida mavjud bo'lib turishini inkor qilib kelgan rahbardir. O tarixdan naql elib biron Ukraina Rossiyaning bir qismi edi. Keyin ham sobiq sovetlarning bir qismi bo'ldi deb ko'rsatdi. O'tgan yil qilgan bir parcha uzun, o'tgan yil yozgan bir parcha uzun maqolasida Vladimir Putin Rossiya va Ukrainaning tarixiy birligi deb mavzu qo'yib, bu ish to'g'risidagi irodasini aniq ifodalagan edi. Rossiya bilan Ukraina hozirgi zamonga chegara ayirish, o'rtaq baxtsizlikdir va tragediya deb ko'rsatgan yuqorqi maqolasida. Gaga xalqaro sud kollegiyasida urush jinoyatiga hukm e'lon qilish qatnashgan kishilik huquq advokati Gesoniya mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning Ukrainada chetilib keladigan ikki turli harakatga kechirimlar. Rossiyaning irq yo'qotish g'arazini oshkorlab berdi. Bir necha ming Ukraina bolalarni ichkari Rossiyaga elib ketganligi to'g'risidagi xabar. Yana birisi Ukraina hukumatidan yetib kelgan xabarda ko'rsatilgan Rossiya askariy qismlarining Bucha shahrida Ukraina ayollariga va bolalarga zo'rlik qilishi to'g'risidagi xabardir. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari davlat rahbarlari Rossiyaning Ukrainada qilgan atganlarini irq yo'qotish deb tasvirlaydigan bo'lsa, yoki hukm qiladigan bo'lsa, bu nimadan darak beradi?
Uzundan beri Amerika devlet rehberleri Irak yo'qotish jinoyatini e'tirof qilishning, Amerika'nın aralashishini talab qilishga, hatta armiya avatib aralashishini talab qilishga elib keladiganligidan ve buningdan siyosiy inkaslarning paydo bo'lishidan ansirab keldi. Navbatdagi Amerika'nın turg'unlik holatiga Irak yo'qotish masalasi bo'yicha turg'unlik holatiga mana shu nuqtadan qarasamlar bo'ldi vatandoshlar. Ansirab keldi. Bu Amerika devlet rehberlerinin Irak yo'qotish jinoyatlarini ayıplash ve ziyonkashlikka uchraguvchilarga insoniy yordam berish bilanla to'xtab qolganligining sababidir. Müş abzasını yani bir okuyup anlap koyun vatandaşı. Uzundan beri Amerika devlet rehberleri Irak yo'qotish jinoyatini e'tirof qilishning, Amerika'nın aralashishini talab qilishga, hatta armiya avatib aralashishini talab qilishga elib keladiganligidan ve buningdan siyosiy inkaslarning paydo bo'lishidan ansirab keldi. Bu Amerika devlet rehberlerinin Irak yo'qotish jinoyatlarini ayıplash ve ziyonkashlikka uchraguvchilarga insoniy yordam berish kechiranglar, insoniy yordam berish bilanla to'xtab qolganligining sababidir. Davomini anglaysiz, vatandosh.